Shunchalik ham qalbim qorayib ketdimki, Rasulimni eslab ham yig'lay olmayotgan bo'lsam deb boshimizni sajdaga qo'yib yig'lashimiz kerak. Masjid Nabaviyda bu yog'ida ko'ryapsizlar, Jannatul Baqi qabristoni turibdi. Payg'ambarimiz alayhisalom vafotlaridan bir necha kun avval mana shu qabristonga kelib, shu yerda ziyorat qildilar. O'sha ziyoratlardan hech qancha o'tmasdan olamdan o'tdilar. O'sha Jannatul Baqi qabristoniga sahoba bilan chiqqan paytlarida Rasulimiz alayhisalom yig'ladilar. Ko'zlariga yosh oldi. Yo'llarda turgan sahoba-ikrom "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, nega yig'layapsiz?" deydilar. "Men do'stlarimni sog'indim" dedilar. Hayron bo'lgan sahoba-ikrom "Biz emasmiz sizni do'stingiz ya Rasululloh" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom "Yo'q, sizlar mana sahobamsizlar" dedilar. "Do'stlaringiz kim?" "Do'stlarim mendan keyin meni ko'rmasdan menga iymon keltirgan ummatim" dedilar. Bizlarni aytdilar azizlar. Bundan bir necha asr muqaddam hali dunyoga kelmagan ummatini sog'indim degan zotning oldida turib, biz u zotga sizni sog'indik deya olmayapmiz azizlar. Yonimizda turibdi, oldiga kirib ko'zimizga bir tomchi yosh olib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bir paytlar bundan 14 asr muqaddam biz dunyoga kelmasdan turib sog'indim" deb muborak ko'zingizga yosh olgan ekansiz. Nega meni ko'zimga yosh kelmaydi? Shunchalik ham qalbim qorayib ketdimki, Rasulimni eslab ham yig'lay olmayotgan bo'lsam deb boshimizni sajdaga qo'yib yig'lashimiz kerak azizlar. Agar shu Madinada yurib bo'lsa-da, boshqa narsalarni o'ylab yurgan bo'lsak, hali muhabbatimizni ziyoda qila olmaymiz. Shuning uchun azizlar, bir soat bo'lsa ham Madinada turish imkoniyati bor ekan, shu bir soatda bo'lsa ham Masjid-i Nabaviyga kirib o'tkazishga harakat qilaylik. Oldilariga kirib salom aytaylik, salovat aytaylik, duo qilaylik, toki qiyomatda u zot bizni shafoatlariga olsinlar.